Assalomu alaykum. Kanalimizning yashadigan obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qadrdonlar. Qo'yishqozlari, chorva ishqozlari. Mana bunda yirik, toza, yarichka so'lg'ish ishqozlari. Obunachilar, bugun biz Namangan viloyat Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida, shahar Zanchilar qishlog'ida Akmaljon do'stimizni xonadonlariga yetib kelganmiz. Xudo xolasa narxlar qulay bo'ladi. Kanal yangi, like bosib obuna bo'lishingizni unutmaymiz. Hop, biz syomkalarimizni sekin boshlaymiz. Qodirxon, keling, bizangiz yaxshimi? Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi kun hammalaringga xayrli bo'lsin. Xudo xolasa yangi partiyalar deb kelib oldik. Like'ni gumbillatib, podbeshkani qo'llab-quvvatlab yorib turinglar. Qo'ylar o'ta ham zo'rlardan kelgan, narxlari yengillardan kelgan. Narxlarni yengil qilib beramiz. Bugunga bir partiya qo'yamiz bu. Ozgina, ozgina. Videoni oxiriga ko'rib turishsin. Obunachilar, xudo xolasa narx qulay qilib beradilar. Hop, bularda yeb ichishlari qanaqa? O'ta zo'r. Yeb ichishlari xudo xolasa Abduqodir o'ta zo'r. Qo'ylar kelganiga bir 2 haftacha bo'lib qoldi. 2 hafta bo'ldi. Yeb ichish xudo xolasa sinov bor. Bir hafta uylariga borganda yeb ichish sog'ligiga sinov olib so'radi. Obunachilar bir hafta sinov o'rasizlar, garantiyasi bor. Bo'ylari qanaqa bunaqa? Bo'ylari hammasini 80 pilsga olib so'radi. 80 pilsga olib so'radi. Soni 15 dona. Soni 15 Bir qora bitta obunachingizga xudo xolasa. To'g'ri gap yo'q, mashalloh. O'zi ham o'ta yarichka tozasidan ekan. Hoji aka, boqsangiz, shunaqasidan boqib qo'ying. Ziyon qilmaydi. Qo'ying bormi desa bor deydiganda arzigulik. Qancha maqtasan kammi buni? Xudo xolasa ichida o'ta ham go'zallar, dollarda sotadiganlari ko'p. Gap yo'q, mana qulog'ilarni ham qarang. Hop, bular bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz qisirligi 50 kellik. Bo'g'oz qisirligi 50 kellik. Buni ekkicheriga tug'udan qo'ydi, u uyda turibdi. Bola juda kattaroq bo'lsa, ham qo'yamiz xudo xolasa. Gap yo'q. Obunachilar, bugunga shu bir partiya. Narxini qanaqa qilamiz? Maydalashmaylik, hammasini aytingiz. Keladi, hozir buni Mashalloh. bo'rini yakka oldi deb. 7,5 million narxlar yo'q bugun. Obunachilarga dangal gapirasiz, necha puldan qilib beramiz? Qo'lni bering. Bu narsa videoni qisqa qilaylik. Hammasini bir joyga olishsan 6 million 800 dan ketaveradi. Hammasini bir joyga olaman degan odamga. 6 million 800 ming so'm. 6 million 800 ming so'mdan. Bitta duo qo'yishadi, hammasini ketaveradi. Qo'lni bering. Bo'ladigan narx Abduqodir maydalashmaganingizga. Qo'lni bering, maydalashmaymiz. 6 million 800 ming dedingizmi? 6 million 800 ming so'mdan dastlabkasi o'zimning bo'ynimda. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati bilan. Kami necha pul? Kamiga telefon qilsin ishni bitiramiz. Kamiga telefon qilsa ish bitadi. Telefon qilsin ishlarni chiroyli qilib bitiramiz. Telefon qilganda odamning ishini bitiramiz, xudo xolasa. 6 million 500 ming so'mdan bir joyga ketaveradimi? 6 million 500 dan chiqadan kam bo'lib ketadi, ammo qo'ylar o'ta go'zal. Qo'ylar go'zal, puliga arziydi, lekin 6 million 500 ming so'mdan berasiz obunachilarga. Maydalashmaylik, videoni qisqa qilaylik. 6 million 500 dan qoldi. Kanal yangi. Kam bo'lib qoladi. Kanal yangi, kam bo'lsa ham obunachilarga kam. Obunachilaringiz 100 ming so'mdan o'tib beraman. Kam bo'lsa ham obunachilarga kam bo'lsa. Yo'q, 100 ming so'mdan o'tib beraman. 6 million 700. 6 million 700 ming so'mdan dastlabkasi. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Barakasi bersa. Obunachilar 6 million 700 ming so'mdan. 6 million 700 ming so'mdan ham yana xayrini qilib berasizmi? Chiroyli qilib telefon qilib o'tib beraman. O'tib beradilar obunachilarni qo'ydi qarang. Sizga go'zal narsa, haqiqiy yarichkasidan. Buni kamini endi shayda aytamizmi ya? Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqaramiz. Narxlar o'ta qulay bo'ldi. Shoshilib qolamiz. Telefon qilganga yana ozginadan xayri bor. Telefon qilishdan chiroyli qilib xayrini qilib o'tib beraman. Nomerlarni ekranda qoldiramiz-a? Nomerlar ekranda qoldiramiz. Obunachilar, bugunga shu bir partiya o'ta tozasidan bo'ldi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.